Assalomu bor, duodamiz. Tekshiruvlardan o't. Nodir opa, duodamiz. Ozod opam ham duoda bo'lsinlar. Endi buyog'iga qo'llaveringlar. Xudo xolasa, ertasi berdim qani. Bu normalniy rasmodek keyin tekshiruvdan o'tgandan keyin hech bir qanaqa bo'lgandan keyin biz ham hissamizni qo'shamiz. Xo'p? Rahmat, yaxshi boringlar. Xo'p. Vohinaxon. Sabrina Turkiyaga jo'nab ketdi. Aktrisa qizni shaxsan Ozoda Nursaidovaning singlisi aeroportga kuzatib qo'ydi. Keling azizlar, duo qilaylik. Sabrinaning operatsiyasi yaxshi o'tsin. U sog'ayib tezroq oyoqqa tursin deganlar videoga albatta like bosib qo'yishni unutmang. Aslida aktrisa 2 kun avval uchishi kerak edi, biroq sog'lig'idagi muammo sabab o'z vaqtida kela olmagan. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun ertalabdan sog'lig'imga yomon holat bo'ldi. Ya'ni burnimdan qon kelib boshladi, tashnit qilib boshladi, ko'nglim aynib, sudurgi bosdi. Bu avariyadan keyin har doim bo'ladigan narsa, tanam titrab qoladi. Shuni davolash uchun ham Turkiyaga borishim kerak edi, lekin bu bo'lmadi, to'xtata olmadim o'zimni. Keyin biz больницаga keldik. Bu videolari ham bor, hattoki hozir bundan keyin videolarni ko'rsataman. Больницаga keldik, ukollar oldim, назначение qildim, o'zimga keldim. Bu nimadan bo'ldi? Bu kechangi holatdan bo'ldi. Kechangi holat juda ham og'ir menga ta'sir qildi, to'g'risi. O'zimga kela olmayapman, hatto hozir ham. Bu holat qanaqa tushib qolganimni sizlar tushundinglar deb o'ylayman. Xo'p, men ertaga Turkiyaga uchib boraman. Xavotir olmanglar. Hammasi zo'r, hammasi yaxshi bo'ladi. Jasmin opa bilan ko'rishaman. Nasib sizlarga video olaman. Jasmin opa bilan ko'rishsam. Rahmat hammaga. Assalomu alaykum, Instagram xalqlar do'stligi saroyi. Yaxshimisizlar, yaxshi dam oldinglarmi? Yana shov-shuv boshlanyapti shekilli. Men yo'lga chiqib ketishim kerak. Bugun operatsiyam bor. Qo'yib, mana yana efirga chiqyapman. Bugun ishlarim juda ham ko'p. Sabrina bugun uchib kelyapti, aeroportdan kuzatishdi. Я не понимаю, что творится. Какая-то что-то необычное вокруг ее творится. Боже мой. Боже, desa bo'laveradi. Voy, Боже мой творится. Maytda kekirtagini qirib chiqayotgan blondinka qiz. Во-первых, eshitib ol, потому что hozir istoriyani menga tashlab beryapti. Во-первых, bilet olib bergan kim farqi yo'q, kim olib bergan, ehson qilib olib bergan. Во-первых, shular uchib ketib davolansin deb. U farqi yo'q, Munisopa bilan Niholni men jo'natganman, men. Ehson pulini berish uchun jo'natganman. Ehson pulini berish uchun men jo'natganman. Ular kutmaganda senlar Mohina bilan tam operatorlarni baxtini show qilib tashlaymiz deb operatorlar chaqirib olasan deb hech kim kutmagandi u yerda. U yerda biz o'yladikki, Sabrina bo'ladi, Mohina bo'ladi, onasi bo'ladi deb o'ylagandik. Kelsa, talpa narod o'tiribdi. Nima qilish kerak? U qizni защищать qilish kerakmi? Advokati o'ziga napadeniya qilyapti, Sabrinani o'ziga. Men roziman deng, unaqa deng, men pretenziya не имею deng, unaqa deng, bunaqa deng deb advokat o'rgatayotgani uchun Munisopani jahli chiqib ketib, nabarot u Sabrinani tarafini olib, Nihol bilan birga janjal qilishib gapirishdi. Боже мой, что творится? Kim sizlarga gap o'rgatyapti? Piarshitsa yonida yurganmi? Mana bugun yetib keladi, o'zim lichna ko'zma-ko'z, yuzma-yuz gaplashib olaman. Cho'za proyekt qilyapti u qiz orqasidan, tushunmayapman. Mehson puli kerakmidi? To'plab berdikmi? Bo'ldi, vasvasa jinni ketdi gaplarni yig'ishtirib qo'yib. Operatsiyasini qilaylik. Birinchi o'rinda biz uchun sog'ligi-ku u qizda. Nima ming'ir-ming'ir qilasizlar chiqib olib? Men nima uchun buni olib chiqdim? Shu qizga pul to'plansin, shu qiz davolansin, shu qiz oyoqqa turib ketsin deb olib chiqdim. U yomon, bu yaxshi, bu unaqa dedi, bu bunaqa dedi. Bu biletni olib bergan, u olib bermagan, bu anaqa qilgan, bu anaqa qilgan. Sizlar qayer dedilar 4 oy oldin? Hozir chiqib olib, qilib blondinga chiqib gapiryaptigan, rolda o'tirib olib. Siz qayer dedingiz, dugonajon? 4 oy oldin siz qayer dedingiz? Men eshitib olib chiqdim. Siz oldin eshitgan ekansiz. Nimaga oldin gapirib chiqmadingiz 4 oy oldin? Endi chekagingiz ochilib qoldi. Men eshitib olib chiqdim. Siz nimaga eshitib olib chiqmadingiz? PR ishlab olaman deb bu qizni atrofida qarg'alar juda ham ko'payib ketyapti, haddan tashqari. Защищенный tayyor ehson beraman, mana pul bermoqchi edim deyishsa olishmayapti. Nima bo'lyapti? Sizlar nima qilmoqchisizlar? Men tushunmayapman. Itok
planinglarda aytinglar, qanaqa proyekt qilmoqchisizlar, qanaqa jinni ketdi narsaga bizni qo'shmoqchisizlar, tushunmayapman. Nimaga qo'shib qo'ymoqchisizlar, meni tushunmayapman. Pul to'plandimi, operatsiyaga ketyaptimi, bo'ldi. U jinni ketdi gaplarni yig'ishtiringlar. O'qigan, o'qimagan, bu gap o'rgatgan, bu anaqa qilgan. Nima bo'lgan taqdirda ham men chiqmaganimda qo'toqda ham chiqmayotgandinglar. Hech qaysininglar og'zinglarni ocha olmayotgandinglar. Hammanglar qisib o'tiruvdinglar, aminglarni bujmaytirib. Hammanglar bilib turib tolqon yurdi qilib yuruvdinglar. Men gapirmasimdan oldin. Так что дальше aminglarni qisinglar. Chiqaraman desam, ikkita vrachda telefonda gaplashayotgan razgovori bor menda, голосовое. Sabrinaga tashab qo'ydim. Maxinatsiyani kim qilayotganini точно bilmoqchi bo'lsanglar, hozir o'sha голосовойni shu yerga qo'yib qo'yaman. Kim maxinatsiya qilyapti bu yerda? Bu yerda Ozod opa emas, Munisa emas, Nihol emas, men emas. U sizlar tomonidan bo'lyapti cho'ta maxinatsiya. Hech yetib kelmadi shu operatsiyaga. Tayyor doktorlarni gaplashib qo'ygan joyiga. Odatda maxina yordam berib kelayotgan bo'lsa, operatsiyani 4 oy oldindan beri. Nimaga bu Ozod opalardan pul olib yurdinglar bo'lmasam? $500 pulda $200 kvartira, maxinani uyda yashab kelyapti ekan. Значит, maxinaga to'lab yurishgan $200 kvartiraga. Tushun bo'lmayapti sizlarda. Nimaga maxina 4 oy oldin avariyadan keyin sraz yordam berishni boshlagan bo'lsa, nimaga Ozod opadan pul olib yurdinglar? Kerak emas yordaminglar demadinglar. Olib yurdinglar-ku shu kvartiraga pul. Значит, maxinaga kvartiraga pul to'lab yurishgan. Shu maxinalar yordam berar ekan, nimaga menga chiqdinglar? Menga nimaga chiqdinglar? Yordam pulini to'plash kerak. Mana men sizlarga 350 million pul to'plab berdim. Endi cho'zib buni anaqa bo'lyapti. Kashamalasha bo'lyapti. Hozir nimaga chiqib olib kekirtagilarni bo'ktirib chiqyapsizlar? Sizlar oldindan bilgan ekansizlar. Nimaga 4 oy oldin chiqmadinglar? Nima jim o'tirdinglar? Men bilib oq chiqdim. Sizlar 4 oy oldin nimaga chiqmadinglar? Nimaga qilib yurdinglar? Endi ovozingiz chiqib qoldimi, dugonajon? Qisib o'tiring endi. Uje kech baqirganingiz. Biz bu yerga to'planishimizning sababi, gruppa ochishimizning sababi shu qizni davolash. Davolab oyoqqa turgizdirish. Men shunaqa shumixa ko'tarib 3 kun, 4 kun uxlamadim. Keyin bilsam hammasi ziriy ekan. Mubinaxon telefon qilib Muxirami, ismini esimda ham yo'q. Telefon qilib vrachga, "Iltimos, o'zingizni xoningiz bo'lsa ham bo'shatib bering." Ishonmasanglar, menda shu голосовой bor. "O'zingizni xoningiz bo'lsa ham bo'shatib bering. Bu qizni больницаga yotkizdirishimiz kerak. Oyog'i tortmayapti Turkiyaga ketishga." Pizdets, xalq pul to'plab berdi. Nimaga oyog'i tortmaydi? G'alati emasmi? Meni bu yerda avtoritetim ketyapti. Men xalqqa va'da berganman davolayman deb. Cho'zib figna, cho'zib teatr. Больницаga olib borib yotkizib qo'yishdi, больницада yotdi, больницаdan qochib aeroportga ketdi, u yerda Ozdopa izlab yuribdi, pul berib qo'yay deb. Teatr bo'lyapti, целый teatr, не пойму. Sizlar kimga teatr yasayotganinglarni bilasizlarmi? Ozoda Nursaidova u yerda uchastvovat qilgan, Munisa Rizayeva u yerda uchastvovat qilgan. Bilaydi, Sagdiyev u yerda bor. Sagdiyev timmi telefon qilib hol-ahvolini so'rab yotibdi. Nihol bor. Представитель O'zbekistondan представитель vrachlarning представители Go'zal bor, men bor. Sizlar O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ozoda Nursaidovaga teatr qilyapsizlar. Ozodopani uyg'onsin, qarasin deb bu ishlar bo'lgan. Mana Ozodopa uyg'ondi. Nech kundan beri uyqu yo'q deyapti. Izlayapman men u qizni. Bizdan qochib yuribdi deyapti. Nimaga bu teatr o'ynayapsizlar? Men tushunmayapman. Absurd prosta. 100 million marta aytdim. Nechida uchib kelishingizni, nechida uchayotganingizni aytib qo'yingizim. Opa bilmasin hech kim. Indamay uchib ketaylik dedi, bo'pti dedim. Endi hozir bittasi chiqib olib kekirtagini qirib zastavlat qildinglar gapirgani qiladi. Senlar 4 oy oldin qayerda eding kekirtagi qirilib o'lgur? Senlar 4 oy oldin qayerda eding? Senlar oldindan bilarsan ekan, muhina bog' gospod deb paqlon qilishyapsan ekan. Nimaga oldin chiqib gapirishmading? Shu qizga yordam kerak deb nima oldin chiqib gapirishmading? Men og'zimni ochgandan keyin hammani og'zi paydo bo'lib qoldi. Bittasi вообще meni dugonamni tepalab ketdi. Yo'q, tepalamabdi. Mashina irg'ib o'tib ketibdi deb chiqibdi endi. Tavba yo'qmasmisizlar? Voy, tavba qildim.